Aziz do'stlar, bugun mana men Steve hozir ulanganimizga keyinchalik nomimizni o'zgartirib olamiz. Steve, men Steve. Mana menga hozir Steve narsa tashlab berdi, umuman tashlab bermagan. Xo'p. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan Steve va Steve 2. Mana bu do'stim nimagadir Steve 2. Men Steve. Birazli qoravoy sababim bo'ladi. Do'stlar, ichkari azlashib tashlab berdim. Endi do'stlar, nima derdik? O'yinni boshlaymiz. Bugun biz do'stlar, aziz do'stlar, biz noldan rivojlanamiz. Birinchi o'zimizga qurollar yasaymiz va boshqa narsalar yasaymiz. Iltimos oldimizdagi sho'qillarga e'tibor bermasangiz. Biz hozir daraxt topishimiz kerak bo'ladi. Yur Steve. Mana bu yerda daraxt bor ekan. Hozir biz tez va ba'zida divanga haligi uni qilib divanni ham yasab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, qisqa tanaffusdan keyin biz boshladik. Birorta ramlarni qilib oldik. Biz birinchi navbatda qo'y boshlashimiz kerak. Biz uni o'ldirmoqdamiz. Do'stlar, oldimizdagi bolalar o'ynayapti. Unga qilmaysizlar. Mana do'stlar, birinchi o'zimizga ovqat hamda do'stlar, mana ikkinchi qo'yimizni ham o'ldirmoqdamiz. Biz hozir mana do'stim Steve ana bu yerda nimagadir otni o'zi bilan o'zi jilovlamoqchi. Steve, nima qilyapsan? Nima qilayapti o'zi? Bu otni oldida o'ynayapman. Otni o'ldiryapman. Go'sh olish uchun, gapni ko'paytirasan. Men otni o'ldiryapman. Menga hech kim xalaqit bermasin. Bo'ldi, Steve, kechirasan. Mana do'stlar, hozir biz katta xatolikka yuz bermoqdamiz. Biz hozir o'tda kech bo'lib qolmasidan divan yasab olishimiz kerak va biz 3 ta qo'y o'ldirib, bu o'rinda anu ham yasab olishimiz kerak. Endi Steve, meni kechirasan-u, bir kishiga divan yasashga qurbim yetadi xolos. Sen o'ynaysang, shekilli men ot o'ldirayotganimda menga divan yasamaysanmi, Yasamasligimga to'g'ri kelib qoldi. Steve, endi nima qilamiz? Menga yangi son. Tushundingmi? Bo'lmasam, men seni o'zim o'ldiraman, zombilarga qo'ymayman. Xo'p, Steve, yasashga harakat qilaman. Agar kechqurun ikkalamiz ham uxlamasak, shu ertalabgacha bir nima qilib olamiz. Zombilar o'ldirmaymiz, bitta uy qurib olamiz shu. Steve, mana hozir biz daraxt yezyapman, nima qilaman boshqa bilmayman. Hozir bitta yasaymiz. Hozir bitta bir nima yasaymiz. Steve, sen nimaga o'tib ketding? Bilmasam, otimni yo'qotib qo'ydim. Endi bitta qo'y o'ldiryapman. Steve, borma, menda 3 ta bo'ladi hozir, o'ldirmaydi. Steve, o'ldirma. O'ldiraveraman, sendan so'raymanmi? Steve yo'q. Avvela go'shtini men oldim. Go'sht senga, divanni hozir men yasayman-ku, Men shu yasab oldim. Steve, 24 ta olyapman. Steve, men hozir rivojlanishni boshlaymiz. Menda Steve, hozir menda go'shtlar bor, lekin ovqatim kam qoldi. Hozir Steve, o'zim eshitilyapti. Steve, senga, Meni qornimni ochtirmoqchimisan yo o'zing yeyapsan? Bo'ldi, Steve, meni kechirasan. Steve, nimaga urding hozir meni? Do'stlar, kechirasiz, internet kulangani uchun reklamalar ko'p. Kechirasiz, aziz do'stlar, bizda reklama ko'p bo'lib qolyapti. Hozir biz do'stlar nima yasashimiz kerak? Bizga faqat sandiq. Biz bitta oq kravat yasab olar ekanmiz. Steve endi yo'q-da. Steve o'zi uchun o'zi kurashmayapti. Bitta bolta. Bo'ldi, bizda reklama kechirasiz do'stlar. Qani betdagi? Steve, qaytar. Meni topamaysan, Steve, senga men kechirasiz do'stim, bir kulishga uring.
Qaytarib ber. Mana senga qilich yasadim. Qo'y o'ldir o'zingga. Men daraxt yesaman. Ol. Qochasan. Menga bunimga tegma. Bor, qo'y o'ldir. 3 ta. Cho'chqalar ham o'zingdan chiqmasin. Hali egar yasashimiz kerak, mol o'ldir. Egar yasaymiz. Endi biz qayoqqa borsak ham qani daraxtga bordim. Ot o'ldir demadim senga, Stiv. Nima qilay? Otni ham o'ldir, egar yasa boramiz. Molni ham o'ldir. Stiv. Nimani o'ldirding, Stiv? Cho'chqami? Cho'chqa o'ldiraman, nima o'ldiraman? Stiv, meni cho'chqa deb aldading, ha? Senga bitta kaltak. Ana, endi qochaman. Mana, ulayapti. To'xtayapmiz. Stiv, meni kechir. Stiv. Stiv, o'ldirib qo'yaman. Qora qo'y, Stiv. Qora qo'y o'ldir. Meni urguncha qora qo'y o'ldir, molni ham o'ldir. Mana senga, Stiv. Az do'stlar, biz hozir 6 minut bo'ldi videoga olayotganimizga. Biz hozir qisqa reklama kechirasiz do'stlar. Do'stlar, biz hozir reklama ko'p bo'lib qoldi, shuning uchun to'xtatdim. Biz hozir qisqa video olamiz. Shu sababdan yana bir soniya yo 2 soniyadan keyin Stiv qoch. 2 soniyadan keyin yangi videomizni olib chiqaramiz. Shuning ikkinchi qismini. Bu birinchi qism edi. Xayr do'stlar.